yozdek issiq bo'lsin, saratoni bo'lmasin. Kuzdek to'lqin bo'lsin, hech xazoni bo'lmasin. Qishdek oppoq bo'lsin, qahratoni bo'lmasin deymiz. Hamisha mana shunday bahor gullaridek ochilib, sochilib, sevilib, baxtlarga to'lib yashashligingizni chindan istab qolamiz, tilab qolamiz. Sizni bugungi go'zal ayyomlarda siz uchun qadrli va qimmatli bo'lgan jiyaningiz bor ekanlar. Sizni bugungi go'zal ayyomlar ila tabriklagan inson, opajonim, mehribonim deb sizni har doim yaxshi ko'radigan insoningiz bor ekanlar. Ular nomidan mana shu ajoyib servisimizni qabul qilib olasiz. Opajonim, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ular sizga yana bitta ajoyib shirin rizqlar ham yo'llaganlar. Yuragim yoritgan boshqa hilol yo'q. Uning qalbi pok, qalbi zilol yo'q. Opamga o'xshagan biror ayol yo'q. Barcha opalarning a'losi opam. U kabi go'zal mast, hurlar, malaklar, u kabi qayg'urmas joni falaklar eshitding. Quyoshi yorqin falaklar men uchun hayotning ziyosi opam. Borligi quvonchim, alamlar nari, miskin yuragimning oltin zari. Yer uchun oy bitta bo'lgan singari, hech joyda topilmas qiyosi opam. Boshimni silagan qo'llari baxtim, rozi qilmoqlikdir eng oliy ahdim. Dilimning ustiga shu so'zni taqdim, ko'ngil dunyoyimning dunyosi opam. Yuragim yoritgan boshqa hilol yo'q. Uningdek qalbi pok, qalbi zilol yo'q. Opamga o'xshagan biror ayol yo'q. Barcha opalarning a'losi opam. Deya bizning jamoamiz nomiga ajoyib va samimiy rizqlar yo'llagan jiyaningizga jamoamiz nomidan alohida minnatdorchilik izhor etib qolgan holda marhamat, yaqinlaringizni ham siz uchun atalgan tilak va istaklarni eshitib qolsak, kim biladi, tabrikni marhamat. Yakın olan çıraylı, güzel, sevimli kızım yerine ömrü uzak olsun. Balam bilen koşakarlı, balalarını vaktine taktına süyen giysen, şu an vakatini göre giysen, bulayım gelecekte balalarını okumuşlu, senden uylarından ziyade bir acayip insanlar bulup yetişsin. Hem iyice sağlık, selametlik, gelinle iman etmemiz, gelinle. Ko'rishib qo'yamiz keliningiz bilan. Marhamat, sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Galdagi tabriklarni kimdan eshitamiz endi? Iloji bo'lsa biz she'riy rizqlarni ham eshitib qolsak, mayli, tilaklaringizni eshitib qolamiz. Marhamat. Rahmat, sog' bo'ling, salomat. Siz ko'rishib qo'ymaysizmi? Marhamat, sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Endi keyingi tabriklarni kimdan eshitamiz? Qadrdonni, keginamni tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Doimo o'ynab kulib, baxtga to'la bo'lib yursin. Nega orzu niyatlar bo'lsa, hammasi ro'yobga chiqsin. Oilasini baxtini, bizani baxtimizda hamma vaqt sog' salomat bo'lib yursin. Rahmat, samimiy tilaklar uchun, istaklar uchun tashakkur deymiz. Galdagi tilaklar bormi yana? Zamirani tabriklayman. Ko'p yoshlari o'tsin, ko'ngli uzoq bo'lsin, ukam bilan qo'shaqlar bo'lsin. Hamma shu kunlardek ochiq yurgan. Vaqtimiz sog' bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Keling, siz ham qoling, keling. Tilaklarni eshitamiz, marhamat. Jamila, men bilan qo'shaqlar o'taysam, yerlarim rohatini ko'rib o'tirg'aysam, hamma vaqt shuni ochiq yurib, o'zak yashab bo'lib deysan. Ayolga baxt bering, saodat bering. Demang yuribdi-ku kulib jilmayib, ayol kulib turib o'lishi mumkin. Dunyoni olishi mumkin jilmayib. Tabriklayman deyib, ilohim
Şüphesinden izleyiciler, çok sağlanan yüreğimden bilende, abedi cennetlerden birge buluşsa. İyi yaman günüyüz, işin gün bozu. Ama gülüp, oynak, gülüp yürüyüzsüz. Tebrikliyim. Rahmat, mana she'r ham eshitayotganmiz-ku. Rahmat, ketakor tilaklar uchun, istaklar uchun deymiz. Qani barchamiz birgalikda tabriklaymiz, tabriklaymiz, tabriklaymiz. Tatlıyım şu zamanlar, bugün tug'ilgan kunlar. Sen eshitmay turmadan, bugün tug'ilgan kunlar.